Sotuvda yaxshi holatdagi va yaxshi narxdagi Cobalt avtomobili 2014-yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi paysi mexanika korobkali, bosib o'tgan masofasi probegi 182 ming kilometr. Mashina yiliga nisbatan ancha yaxshi holatda, akkuratli haydalgan, faqat benzinda harakatlangan. Shu paytgacha biron marta gaz qo'yib yechilmagan. Texnik holatlari ham zo'r holatda, motor ходовой korobkada hech qanaqa muammo yo'q. 4 ta baloni absolyutno yangi holatda. Orqa 10 krilosi yuzaki sepilgan, raq tampasi желательно boshqatdan bitta sepib olish kerak. Kraskasi laki kuyib qo'ygan. Xo'p, yana oldi chap krilosi ham yuzaki sepilgan. Ichiga o'tmagan, motorning otseklari zo'r holatda turibdi, kapotlari toza. Saloniga keladigan bo'lsak, saloni akkuratli holatda, plastmassalari ham urinib qolmagan. Olgan odam o'zi uchun techixolni alishtirib oladi, eskirib qolgan. 182 ming kilometr realniy masofani bosib o'tgan, aylantirilmagan, bemalol tekshirib olishingiz mumkin. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, narxi $5900. Telefon raqamlarini pastda qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Videoni mexanika korobkali yaxshi holatdagi, yaxshi narxdagi Cobalt qidirib yurgan tanishlarga yuborib qo'yamiz. Bitta like sizlardan o'rgilib ketsin, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.